eng sovuqda haydash rekordi Alaska Ice Road Trackers. Ice Road Trackerslar haftasiga $7,000 dan $9,000 topadi. 2 haftada joyi kelganda $40,000 topadi. AQShdagi eng xavfli kasblardan biri hisoblanadi. Ice Road Trackers haydovchilari -55 gradus va 65 gradusgacha sovuqda yo'lga chiqqan. Bu Amerika tarixida eng sovuq ish sharoiti sifatida qayd etilgan. Bu sharoitda trakkerlar dvigatelni o'chirsa, butun tun davomida muzlab o'ladi. Qayta ishga tushmaydi. Shuning uchun ko'pchilik trakkerlar dvigatel 24 soat davomida umuman o'chiradi. Trakkerlar asosan muzlagan ko'llar ustida o'tadi. Muz qalinligi 80 sm dan 110 sm gacha bo'ladi. Trakkerlar rulni asta-sekin aylantiradi. 25 km/soat tezlikda yuradi. Chunki tez harakat qilsa, muz yog'ish xavfi oshadi. Yoqilg'i muzlab qolmaslik uchun unga maxsus kimyoviy qo'shimchalar qo'shiladi. Oddiy dizel -15 gradusda quyuqlashadi. Arktikadagi -50 gradus uchun esa maxsus Arctic bilan ishlatiladi. Qor bo'ron vaqtida haydovchilar oldini yarim metrgacha ko'ra olmaydi. Faqat u paytda siz GPS ga tayanasiz va tajribangiz kerak bo'ladi. Eng katta xavf white out. Qor bo'ron paytida havo bilan yerning chegarasi yo'q qoladi. Kabina ichida -25 gradus bo'lib qoladigan holatlar bo'ladi. Kofe esa 10 daqiqa bormasdan muzlaydi. Agar sizga Track Business va Dispatch servis qiziq bo'lsa, profilimga obuna bo'lishni unutmang.